Ey ulamoyu farziylar, siz munofiqlarning holiga voy. Sizlar tashqaridan chiroyli ko'rinadigan, lekin ichi o'liklarning suyaklari va har xil qabihliklarga to'la ohaklangan qabrlarga o'xshaysizlar. Garchi tashqaridan insonlarga mo'min ko'rinsangizlar ham, lekin ichlaringiz ikkiyuzlamachilik va yomonlikka to'ladir. Ey ulamoyu farziylar, siz munofiqlarning holiga voy. Chunki sizlar payg'ambarlarga maqbara qurib, aziz avliyolarning yodgorliklarini bezab yuribsizlar. Agar ota-bobolarimiz davrida yashaganimizda biz payg'ambarlarning qonini to'kishda ularga hamkorlik qilmas edik deysizlar. Bu bilan siz o'zingizni o'zingiz inkor etib, payg'ambarlarni qatl qilganlarning o'g'illari ekaningizni o'zingiz tasdiqlab turibsiz. Qani, ota-bobolaringiz boshlagan ishni bitirib qo'ymaysizlarmi? Oy ilonlar, zaharli ilon zotlari ey! Jahannam jazosidan qanday qilib qutularkin sizlar? Ana shu sababdan men sizga qanchadan qancha payg'ambar u donishmand u ulamolarni yuborib turaman. Sizlar esa ulardan kimini o'ldirasizlar, kimini xochga mixlaysizlar, kimini esa ibodatxonalaringizda qamchilab, shahardan shaharga quvg'in qilasizlar. Shu yo'sin solih kishi bo'lgan Hobilning qonidan tortib, ma'bad bilan qurbongoh oralig'ida sizlar o'ldirgan Baraxiya o'g'li Zakariyoning qonigacha yer yuzida to'kilgan butun begunoh qonlar sizning bo'yningizda. Ha, sizlarga chinini aytaman. Ushbu gunohlarning hammasi shu naslning bo'yniga tushadi.